Qachondan beri Candyland mijozisiz? Biza Candyland ochilgandan beri mijoz biza. Har qanday tadbirlarda, bayramlarda biza har doim Sevaradan zakaz qilamiz va biz oilaviy juda ham sevib iste'mol qilamiz. Farzandlarimga ham, oila a'zolarimga ham juda ham yoqadi. Aynan qaysi tarafi bilan bu brend sizni o'ziga jalb qilgan? Bir so'z bilan aytganda kreativligi va mas'uliyat bilan yondashishi o'z ishiga nisbatan. Sababi Candyland shirinliklar dunyosida har bir shirinligini dizayni ham juda ham kreativ shaklda bezatiladi va uni mazasi ham juda ham mazali bo'ladi, narxi ham hamyonbop bo'ladi. Shuning uchun kreativlik va albatta jozibadorlik nuqtai nazaridan bu brend meni jalb qilgan desam aslo yanglishmagan bo'laman. Kimlarga tavsiya qilasiz? Avvalambor o'zini zo'r hurmat qiladigan va sifatni qadrlovchi insonlarga tavsiya eta olamiz. Yevropamizda Candyland mahsulotlari Qarshi shahrida juda keng tarqalgan hamda trenddagi tortlari ko'pchilikni lol qoldira olgan. Candyland kompaniyasiga faqat omad, omad, omad.